Yaqinda bir tanishim ajoyib gap aytib qoldi. Juda buzuq bo'lganman, ko'p yomon ishlar qilganman. Bir kuni bir katta olim odam menga qarab shu qilgan ishlarimni eshitib, "Sizda sertifikatingiz bor ekan" dedi. Hayron bo'ldim, qanaqa sertifikat? Yo'q, siz sertifikatingiz bo'lsa kerak, aniq u. Nima deyapsiz? Sertifikati yo'q odam unaqa ish qilmaydi. Tushuntiribroq gapiring. Sizda falonchi shu yili, shu kuni, shu soatda o'ladi degan sertifikatingiz bor ekan, qo'lingizga guvohnomangiz. Unaqa sertifikatingiz bo'lmaganda siz bu ishlarni qilmas edingiz. Aniq bilasizki, shu bir oy qolganda xullas hammasini to'xtatdim, Xudo, men tavba qildim, endi sen tarafga ketdik. Qabul qil meni debdi. Tayyorlanib olasiz ekan, bir oy qolganda hammasini to'xtatasiz ekan. Desa, "Yo'q, men unaqa sertifikatim ustimdan sovuq quyganda qaltirab qoldim" dedi. "Unaqa sertifikatim yo'q" desa, "Sertifikating bo'lmasa bunaqa yurish nima yurish" deb aytdi. O'shani hech esdan chiqarmaslik kerak. Biz 87-minutga kelib bo'lganmiz hammamiz.